Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomlar bo'lsin. Sizlar bilan haftalik payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning siratlaridan suhbat qilib kelayotgandik. O'tgan safargi suhbatimizda Alloh taolo tomonidan musulmonlarga, ya'ni sahobalarga mazlum bo'lganlari sababli ularga jang qiladigan yoki jang qilayotgan kimsalarga qarshi jang qilishlikka ruxsat berildi. Bu haqida o'tgan safargi suhbatimizda sizlar bilan gaplashib o'tgandik. O'shandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi va sallam atrofga askarlarni yubora boshladilar. O'zlari ham ayrim askarlar bilan birga chiqardilar. Asosiy payg'ambar sallallohu alayhi va sallamda bunda e'tibor qaratgan tomoni makkaliklarni Shom tarafga chiqadigan karvonlari edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam harbiy harakatlarning birida Qurayshliklarni juda ham katta karvonini boylab chiqqandilar, lekin borgan paytlarida u karvon yo'ldan o'tib ketib qolgan edi. Shundan Madinaga qaytadilar. Keyin esa payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sahobalarni chaqirib ularga aytadiki, ya'ni menga Qurayshni karvoni Shomdan qaytayotganligi to'g'risida xabar keldi. Kim hozirligi tayyor bo'ladigan bo'lsa, o'shanga otlansin deb buyruq qiladilar. Sahobalarni majbur qilmaydi-da, balki kim o'sha jangga chiqishga hozir bo'ladigan bo'lsa, unda tayyorgarligini ko'rib meni ortimdan yursin deydi. U zotni atrofida 315 ga yaqin sahobiy jamlanadi. Albatta, ular maqsadi Qurayshni Shom tarafidan kelayotgan katta karvonini kutib olish, uni qo'lga kiritish bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga yetib kelgan xabarga ko'ra, karvonni taxminan 40 atrofida askar uni qo'riqlab ketayotgan bo'ladi. Demak, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sahobalardan o'shancha adadni olib chiqishlikni o'zi kifoya qiladi deb safarga otlanadilar. Ya'ni u kishi sahobalar bilan birgalikda Shom tarafidan Makkaga qarab keladigan yo'lni to'sib o'sha joyda u karvonni qo'lga kiritishga reja qiladilar. Bu karvonni Madinaga yaqin bo'lgan joydan o'tadigan tomoni Badr degan mintaqadan o'tar edi. Badr bu Madinadan taxminan 150 kilometr g'arb tomonda joylashgan hamda bu Makka bilan Shomni o'rtasida makkaliklarning karvonlari dam olib o'tadigan joylardan biri edi. Ya'ni Badrda buloqlar borligi, u joyda bog'lar borligi hamda yo'lda ketayotgan karvonlar u joyga tushib, dam olib, odamlardan narsa sotib olib, shunday dam olib ketishar edi. Ayni payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularni mana shu joyda kutib olish uchun reja qilib chiqadilar. Bu Ramazon oyida bo'ladi. Ayni o'sha yilda Ramazon farz qilingan bo'ladi musulmonlarga. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu safarga otlangan paytlarida u zot bilan birgalikda 315 atrofida sahobiy bor edi, hamda bor yo'g'i ikkitagina ot, 70 atrofida tuya bor edi. Ular safar uzoq bo'lganligi uchun navbatlashib tuyalarda minib borishadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sheriklari Ali radhiyallohu anhu bilan Abu Luboba degan sahobiy bo'ladi. Bular payg'ambar sallallohu alayhi va sallam tuyaga chiqib ketayotgan paytida, "Ey Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, siz ketavering, biz sizni o'rningizga ham yurib qo'ya qolamiz. Siz tuyada ketganingiz ma'qulroq" deganda, u zot Ali roziyallohu anhu bilan Abu Lubobaga qarata, "Sizlar mendan ko'ra baquvvat ham emassizlar, men sizlardan ko'ra savobdan o'zimni tortuvchi ham emasman. Albatta menga ham savob kerak, men sizlardan baquvvatman, navbatlashib ketamiz" deb aytgan gaplariga e'tiroz bildiradilar. O'shanday qilib sahobalar Badr tomoniga qarab navbatma-navbat tuyalarga mingashgan holatda yo'lga chiqishadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam u karvonni yo'lda kutib olishga chiqqanligidan Shom tarafidan karvonni boshqarib kelayotgan Abu Sufyon xabardor bo'lib qoladi. Keyin o'sha joyni o'zida darhol Makkaga yordam, madad so'rab odam yuboradi. Domdoma ibn Amr al-G'ifori degan odamni Makkaga yuboradi. U odam Makkaga to'g'ri yetib boradi.
Badr bilan Makkani oralig'idagi masofa 300 kilometr atrofida bo'ladi. U odam ertayu kech yurib Makkaga yetib boradida, borgan hamoni odamlarni qattiq ogohlantiradi. Ya'ni ularni odatiga ko'ra, mabodo bironta bir shum xabarni olib keladigan bo'lsa, odamlarni ogohlantirishlik uchun inson kiyimlarini ham yirtib, shunday juda ham qiyin holatga tushib qolganligini ifodalash uchun mana shunday qilar ekan. U odam kelishidan 1-3 kun oldin payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ammalari bo'lgan Otika binti Abdul Muttolib bir tush ko'radi. Ko'rgan tushida katta bir baquvvat bo'lgan odam keladida makkaliklarni ogohlantiradi. Ya'ni ularni boshiga kelayotgan har xil halokatdan, falokatdan ogohlantiradi. Yana ko'radiki, Makkani atrofidagi bo'lgan tog'ning tepasiga chiqib, o'sha joydan ham odamlarga baqirib, chaqirib ularni ogohlantiradi. O'sha tepadan katta bir xarsang toshni oladida pastga qulatib yuboradi. U tosh aylanib pastga tushadida u parcha-parcha bo'lib Makkadagi hamma xonadonlarga kirib ketadi. Mana shu tushni ko'rgan bo'ladi. U Otika degan ayol darrov akasi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning amakilari Abbosni chaqiradilarda mana shu tushlarni aytib beradilar. Shunday makkaliklarni boshiga balo, falokat tushayotganligini ko'rdim deydi. Buni hech kimga aytib bermang deb undan iltimos qilgan paytida Abbos radhiyallohu anhu u paytda musulmon bo'lmagan bo'ladi. Bo'pti deb o'zini yaqin bo'lgan sherigiga u gaplarni aytib qo'yadi. Shunday u shum xabar bir pasda og'izdan og'izga o'tib odamlar o'rtasida tarqalib qoladi. Hattoki bu Abu Jahlni ham qulog'iga yetib boradi. Abu Jahl qulog'iga yetib borgandan keyin ertasiga ertalab Abbos radhiyallohu anhu Ka'bani atrofida tavof qilayotgan paytida "Ey Abbos, sizda gapim bor, tavof qilgandan keyin bizga uchring" deydi. Abu Jahlning atrofida bir qancha Qurayshning kattalari ham bo'ladi. Shunda Abbos radhiyallohu anhu o'sha paytlarda aytib o'tganimizdek musulmon bo'lmagan. Borib uchragan paytida "Ey Banu Muttolib qabilasi, sizlar qachon bu narsadan tiyilasizlar? Yaqinda bir erkaklar vahiy kelyapti deb gapirayotgandi. Endi ayolinglarga o'tibdi bu narsa. Qachon bu narsa tiyilasizlar? Bo'lmasa sizlarni Ka'bani peshtaxtasiga odamlarning ichida eng kazzobi, yolg'onchi deb yozib osib qo'yamiz" deb Abbosga qattiq teginadi. Abbos "Men bilmadim, u narsadan xabarim yo'q" deb qutuladi. O'zi aslida sherigiga aytgan paytida ham hech kimga aytmagin deb aytgan bo'ladi-da, bu narsa tarqalib ketishligini u ham bilmagan bo'ladi. Keyin 3 kun kutiladi. 3-kuni Makkani tashqarisidan bir odam o'shandek ot choptirib kelib odamlarga shum xabarni beradi. "Ey odamlar, mana shunday holat, Abu Sufyon meni yubordi. Madinaliklar sizlarni karvoninglarga hujum qilar ekan, uni qo'lga kiritmoqchi bo'lishyapti ekan. Shunga tezda tayyorgarliklar ko'rib, karvoninglarda himoya qilinglar" deb aytadi. Bu gap haqiqatan haq bo'lib chiqadi. Lekin odamlarning o'rtasida endi sarosima bo'lib qoladi bir tomondan. Haqiqatan baloy ofat kelarmikin deb. Boshqa tomondan esa Abu Jahl odamlarni juda ham qattiq musulmonlarga qarshi jang qilishlikka tezlardi. Tezda Quraysh hamda uning atrofida bo'lgan qabilalardan 1300 ta odam karvonni himoya qilishlik uchun darrov tayyorgarliklarni ko'rib, urush qurollarini ham olib Abu Jahlning boshchiligida safarga otlanadi. Ular yo'lga chiqishgan paytida Abu Sufyon Madinaliklarga yo'liqmaslikni afzal biladi-da, dengiz tomoniga, Qizil dengiz tomoniga yaqin bo'lgan qo'shimcha bo'lgan yo'lni tanlab, o'sha joydan tez yurib Madinaliklar chiqqan o'sha Badr atrofidan o'tib ketishadi. Karvonni Madinaliklarning hujumidan qutulib qolganligiga amin bo'lgach, yana makkaliklarga Abu Sufyon odam yuboradi. "Bo'ldi, xotirjam bo'linglar, karvon najot topdi. Biz ulardan o'tib ketdik, ular qo'lga kirita olmadi" deb odam yuboradi. Makkaliklar esa yo'lga otlanib chiqishgan bo'ladi. Yo'lda kelayotgan paytida bu Abu Sufyonni yuborgan odami Abu Jahl hamda uning atrofidagilarga bu Abu Sufyon yuborgan xabarni yetkazadi. Undan keyin odamlarning o'rtasida biroz sarosimaga tushish bo'ladi. Nima qilamiz endi biz? Karvon qutulibdi. O'zi aslida karvonni himoya qilish uchun chiqayotgandik. O'sha Badr tomoniga borib biz nima qilamiz ular bilan urushib, to'qnashib deb odamlarning o'rtasida turli sarosima holatlari bo'ladi. Bir tomondan Abu Jahl nega ekan albatta boramiz. O'sha joyda 3 kun turamiz. Tuyalar so'yamiz, o'yin kulgi qilamiz, atrofdagilarni taomlantiramiz.
o'sha joydagilar bilsin bizni quvvatimizni, bizni kuch-qudratimizni bilsin. Biz oldimizda keyin ular bunday jur'at qila olmasdan yashasin degan mazmunda bir o'zini borib ko'rsatmoqchi ham bo'ladi. Shu bilan birgalikda Madinaliklardan hayratga tushgani Abu Jahl hamda atrofdagilarni bu Madinaliklar bir quvg'inga uchragan odamlar o'zi. Makkadan Badarg'a qildik biz ularni. Qanday qilib bu yalangoyoqlar bizni hurmatimizni poymol qilishga jur'at qilishdi ekan? Bizga qarshi karvonimizni qo'lga kiritishga, bizga qarshi qurol ko'tarishga ular jur'at qildi ekan deb uni ichga sig'dira olmaydi. Negaki mushriklar o'zlarini juda ham bir katta obro'li, hurmatli bo'lgan deb e'tibor qilishardi. Makkada bo'lgan musulmonlarni ham, Makkadan tashqaridagi bo'lgan Madinadagi musulmonlarni ham odam o'rnida ko'rishmas edi. Chunki Makkada bo'lib turgan paytda xohlaganini urishardi, xohlaganini o'ldirishardi, xohlagan ishlarni qilishardi. Chunki musulmonlar u paytda zaif edi-da. Shundan u hayron bo'ldi. Qanday qilib bunday yalangoyoq bo'lgan odamlar bizga qarshi qurol ko'tarishsa, bizni karvonimizga hujum qiladigan bo'lsa deb ichga sig'dira olmasdan bularni tak-tugi bilan yo'q qilib yuboramiz. Oldin Badrga borib o'sha joyda o'yin kungi qilamizda, tuyalarni so'yib, odamlarga shov-shuv qilamizda, undan keyin Madinadagi o'sha musulmonlarni yo'q qilib yuboramiz degan maqsadda boramiz deydi. Bir toifa odamlar, ya'ni nima qilamiz yerga borib ular bilan urushib, ularni urushadigan bo'lsak o'zimizni yaqinlarimiz bo'lsa, yaqinlarimizga ko'zimiz tushsa, birontasi biz yaqinlarimizni o'ldiradigan bo'lsa, ya'ni borib turib ular bilan urushsak, atrofimizdagi biz bilan birga borganlar ulardan kimlarni o'ldiradigan bo'lsa, falonchi meni otamni o'ldirgan, falonchi meni bolamni o'ldirgan, akamni o'ldirgan, ukamni o'ldirgan deb ularga yov qarash qilamiz. Nima keragi bor bu narsani? Orqaga qaytamiz deydi. O'shanday askarning ichida sarosimaga tushish holati bo'ladi. Shundan Ahnas ibn Shurayq degan odam, ya'ni Banu Zuhra qabilasini katta boshliqlardan bittasi, Banu Zuhra qabilasiga biz qaytdik Makkaga deydi. U bilan birgalikda 300 ga yaqin odam, o'sha qabiladagi bo'lganlar hammasi Makkaga qaytib ketishadi. Ya'ni karvon najot topibdi, bizga urushlikka hech qanaqangi hojat qolmabdi deb qaytib ketadi. Lekin Abu Jahl aytib o'tganimizdek, qolgan makkaliklarni o'sha yerda ushlab qolishga qattiq harakat qiladi. Mabodo qaytib ketamiz, urushmaymiz deb aytadigan odamlar bo'lsa, ularni qo'rqoq deb, ul Madinaliklar seni xordasa ham indamay turaverasanmi degan gaplarni qilib, ularni ichki tomonidan shunday shijoatlantirishga harakat qilar edi. Oxiri 1000 atrofidagi bo'lgan odam Badr tomoniga qarab borishadi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Makkadan qo'shin chiqib Badr tomonga kelayotganligini xabarini topadilar. Hamda Abu Sufyon karvon bilan qutulib ketganlik xabari ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yetib boradi. U zot sahobalarni atrofiga chorlaydi. Ular bilan maslahat qiladi. Nima deysizlar? Karvon qochib qutulib ketibdi. Lekin Makkadan uni himoya qilgani chiqqan katta bir qo'shin bor. Ular Badrga kelishyapti ekan. Biz nima qilamiz deydi. Sahobalardan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam maslahat so'raydi. Anfal surasidagi nozil bo'lgan oyatga qaraydigan bo'lsak, Anfal surasida Alloh taolo Badr jangidagi bo'lib o'tgan voqealarni kengroq qilib yoritib beradi. Aytadiki: "Kama akhrajaka robbuka min baytika bil haqq." Chunonchi Robbingiz sizni uyingizdan, ya'ni Madinadan haq bilan chiqardi. "Va inna fariqan minal mu'minina lakarihun." Lekin mu'minlardan bir jamoasi, katta bir jamoasi Alloh taolo istayotgan narsani yoqtirmayaptilar. Ya'ni Alloh taolo istayotgan narsa nima edi? Quyida ham oyatda aytib o'tadi. Alloh taolo musulmonlar bilan mushriklarning o'rtasida ayni Badrda jang bo'lishligini istayotgan edi. Lekin payg'ambar sollallohu alayhi va sallam musulmonlarga Madinada e'lon qilgan paytlarida ularni karvonni qo'lga kiritamiz deb chiqishga chorlagan edi. Demak, odamlar karvonni qo'lga kiritish maqsadida chiqishdi, lekin karvon ketib qoldi. Mushriklar esa endi musulmonlarga qarshi hujumga shaylanib kelyapti. Musulmonlarning qilgan ishdan ular juda ham qattiq darg'azab bo'lgan. Ana o'shandan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam keyin sahobalarning oldida ikki ixtiyordan birisini qo'yadilar. Qaysi birini tanlaymiz deb. Birisi shu holatda
Badrga borib bu mushriklar bilan jangga kirish yoki bo'lmasa Madinaga qaytib ketib, agar mabodo mushriklar keladigan bo'lsa, o'sha joyda himoyalanish. Bu ikkalasidan birinchisini tanlash to'g'risida o'rtaga maslahat qo'yadilar. Lekin aytib o'tganimizdek, musulmonlar Madinadan chiqqan paytida karvonni qo'lga kiritishni iroda qilib chiqdi-yu, lekin Alloh taolo aytib o'tadiki: "Va iz ya'idukumullohu ihdat toifatayn annaha lakum va tawadduna anna ghayra zati shawkati takun lakum va yuridullohu an yuhiqqal haqqa bi kalimatihi va yaqta'a dabiral kafirin." Ya'ni Alloh taolo sizlarga ikkita toifadan bittasini va'da qiladi. O'sha sizlar uchun bo'lishgan. Sizlar esa karvonni istab chiqdinglar. Alloh taolo sizlarga jang qilishlikni, haqiqatni ro'yobga chiqarish, botilni taktugi bilan o'sha yerda yo'q qilib tashlash, botilning ketini kesishligini Alloh taolo xohlaydi. Demak, bu narsa jangni ifoda qiladi. Alloh taolo musulmonlar jangga kirishni xohlayapti. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ham mana shu narsani ochiq bo'lmasa ham gaplarda ishora bilan aytib o'tadilar. Lekin musulmonlardan katta bir toifasi ular karvon uchun chiqqanligidan yengil qurollarni ko'tarib chiqishgan edi. Shuning uchun Qurayshliklar bilan jangga kirishni istashmas edi. Odamlarning ko'nglida qattiq qo'rquv bor edi. Shuni Alloh taolo bayon qilib aytayapti. Keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahobalardan so'raydi. Ya'ni Abu Bakr radhiyallohu anhu gapiradi, Umar radhiyallohu anhu gapiradi, ya'ni urush bo'ladigan bo'lsa biz urushga tayyormiz deb. Miqdod ibn Asad radhiyallohu anhu gapiradi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ular niyatlari, maqsadlarini bilgan bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning maqsadlari Alloh taolo aytib o'tgandek jangga tayyorgarlik ko'rib, Qurayshliklar bilan to'qnashuvga kirishish edi. Demak, musulmonlar 3 toifaga ajragan edi bu paytda. Birisi jang qilishga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan birga tayyorligini izhor qilgan, shuni bildirgan. Ikkinchi bir toifa esa Madinaga qaytib ketaveraylik, biz urush uchun chiqqanimiz yo'q edi, qurollarimiz ham hamin qadar, ya'ni yengil bo'lgan qurollar qanday qilib jangga chiqqan qavmga qarshi biz bu qurollar bilan jang qila olmaymiz deb aytishardi. Uchinchi toifa esa o'rtada, ya'ni na u tomonga na bu tomonga moyil bo'lmasdan turgan edi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan bu sahobalar ko'p tortishadi. Yujadilunaka fil haqq ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ila al-maut wa hum yanzurun. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan birgalikda haq borasida ham tortishadilar. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ularni urushga olib ketishligiga ishora qilib ko'p gaplarni aytgandan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning niyatlari jang qilish ekanligi bilingandan keyin ham u zot bilan talashib tortishardi. Nima keragi bor edi urush qilib degan ayrimlar bo'lardi. Endi bu tabiiy bo'lgan holat. Chunki hamma inson, aytaylik, zaif bo'lgan holatda urushga kirishni istamaydi. Hamma uchun ham o'ziga yarasha hayot shirin tomonlari bor. Sahobalarda ham ayrimlarda shunga o'xshagan holatlar bo'lgan edi bu. Hamma ham Abu Bakr, Umardek odamlar emas. Shundan Alloh taolo ularni shunday sifatlab o'tdiki, go'yoki ular o'limga tik qaragan holatda xuddi ularni sudrab ketilayotgandek tasavvur qilishadi-da, siz bilan haq oshkora bo'lgandan keyin ham talashib tortishyapti-ya bular. Jangga kirishlik aniq bo'lgandan keyin ham xuddi jangga kirsa o'lib qoladigan odamdek qarashib, ko'zlari katta-katta bo'lgan holatda siz bilan talashishyapti, nima qilamiz degan mazmunda deydi. Demak, Alloh taolo payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning qalbiga shu narsani solgandi, u zot sahobalar bilan gaplashdi. Keyin Abu Bakr, Umar, yana boshqa sahobalar gapirgandan keyin bular asosan muhojirlar edi. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan birga chiqqan qo'shin bular 80 dan ortiqroq muhojirlar edi hamda 230 dan ortiqroq bo'lganlari bular ansorlar edi. O'tgan safargi suhbatimizda aytib o'tdik, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu Badr jangidan oldingi bo'lgan harbiy harakatlarga faqatgina muhojirlarni olib chiqqan edi deb. Bu safar ansorlar o'zlarining ixtiyori bilan chiqishdi. Urushga deb emas, aytib o'tganimizdek, karvonni qo'lga kiritish maqsadida chiqishgan edi. Aytib o'tgan edik, demak ansorlar bilan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning o'rtasidagi bo'lgan kelishuv, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qachoniki Madinaga keladigan bo'lsalar, Madinada ular u zotni himoya qiladilar. Madinada payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan birga bo'lib jang qiladigan bo'lsa, kirgizsa jang qiladi. Lekin Madinadan tashqarida bo'ladigan bo'lsa, bunga ularning o'rtasida kelishuv bo'lmagandi. Shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ayni ansorlarning fikrini bilishni istaydilar. Ey odamlar, menga ishora qilinglar, maslahat beringlar, nima qilaylik deb qayta u kishi bu gapni qaytarardilar.
Ansorlar ularning kattalari gap boshladi. Birinchi Sa'd ibn Uboda radhiyallohu anhu, bu kishi Hazraj qabilasining boshliqlaridan bo'ladi. U kishi gapiradi: "Ey Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, nima ish bo'ladigan bo'lsa ayting, biz qilamiz. Biz albatta sizga itoat qilamiz. Nima deb qaror qiladigan bo'lsangiz o'shanga biz bo'ysunamiz" deb turib aytadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam biroz ko'ngillari ko'tariladi. Keyin yana ey odamlar, maslahat beringlar deganda Sa'd ibn Muoz radhiyallohu anhu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga aytadilarki: "Allohga qasamki, ey Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, siz bizni iroda qilyapsiz shekilli bunday aytib, ya'ni ey odamlar maslahat beringlar degan gaplaringiz bilan biz ansorlarni, xosatan bizni iroda qilyapsiz shekilli" deganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ha shunday deydilar. Keyin Sa'd ibn Muoz radhiyallohu anhu aytadilar: "Ey Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, biz sizga iymon keltirib tasdiqladik. Siz olib kelgan narsani haq deb guvohlik berdik. Sizga ahd-u paymonlar, kelishuvlar berdik biz. Eshitamiz, itoat qilamiz deb. Ey Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, siz nima narsani xohlayotgan bo'lsangiz, o'sha narsangizda bardavom ketavering. Biz siz bilan birga bo'lamiz. Sizni haq bilan jo'natgan zotga qasamki, agar siz biz bilan mana bu dengizga kiradigan bo'lsangiz, biz ham siz bilan birga dengizga kiramiz. Bizdan bironta odam ortda qolmaydi. Albatta biz dushman bilan jang qilishlikni yomon ko'rmaymiz, ya'ni undan qo'rqmaymiz. Biz jangda sabr qiluvchimiz, sobit qadamlik bilan turamiz" degan gaplarni gapiradilar. Aytadilarki yana: "Ey Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, ehtimol Alloh taolo sizni biz tomondan ko'zingizni quvontiradigan narsani ham bersa kerak. Alloh taoloning barakasi bilan istagan narsangizni qilavering, o'shanda yo'lingizda ketavering" deb aytadilar. Bu gaplarni eshitib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam juda ham xursand bo'lib ketadilar. Ko'ngillari yorishib ketadi. Hamda aytadilarki: "Allohni barakoti bilan qani ketdik, yuringlar, xursand bo'linglar. Alloh taolo menga ikki toifadan birisini va'da qildi. Go'yoki men o'sha mushriklarni halok bo'ladigan joylarini ko'ryapman" deb aytadilar. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hattoki Badrga borgan paytlarida qaysi odam mushriklarning kattalaridan qayerda o'lishligini ko'rsatib aytib beradilar. Mana bu joyda Abu Jahl o'ladi, mana bu joyda Umayyat ibn Xalaf o'ladi, mana bu joyda falonchi o'ladi deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hattoki ularni o'ladigan joylarini ham ko'rsatib beradilar. Uni rivoyat qilgan sahobalar aytadiki, ular ayni mana shu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ko'rsatib bergan joyda halok bo'ldi. Ular o'sha joyda qatl qilindilar deb aytib o'tadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam demak sahobalarni qiziqtirib, ularni shijoatlantirib, Alloh taolo albatta yordam beradi deb aytadilar va Badr tomoniga qarab boradilar. Badr Madinadan yaqinroq bo'lganligi uchun musulmonlar u joyga mushriklardan oldinroq yetib boradi. Yetib borgandan keyin musulmonlar o'sha joyda o'zlariga munosib bo'lgan joyni tanlashadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ayrim sahobalarni yordamidan foydalanadi. Shundan keyin u zotga o'sha joyda chodir tikib beriladi. Alohida mabodo mushriklar g'olib kelib qoladigan bo'lsa, ey Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, siz o'sha joydan ayrim sahobalarni olib tayinlab ham qo'yishadi. Madinaga to'g'ri yetib olasizlar. U joyda sizlarni himoya qiladigan odamlar, bizdan ko'ra yaxshiroq bo'lgan odamlar qolgan deb aytishadi. Ana shundan keyin Makka mushriklari ham yo'lda aytib o'tganimizdek, ularda ham o'zgarisha kelishmovchiliklar bo'lgan. U kelishmovchiliklarning ortidan sekin Badrga yetib kelishadi. Badrga yetib kelgan paytida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ayrim atrofga yuborgan ayg'oqchilari makkaliklarni shu tuyalarga, boshqalarga qarab turadigan ayrim yosh yigitlarni tutib olishadi. Hamda uni olib kelib so'roqqa tutishadi. Shuni ortidan esa payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Makkadan kelganlar taxminan 1000 ta odam atrofida ekanligini biladilar. Shundan keyin mushriklar ham o'sha Badr joyiga kirib kelishadi. Musulmonlar ham u yerda egallashib turishgan bo'ladi. Ana undan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam askarni chiroyli bo'lgan suratda tartiblaydilar. Bayroqlarni ham berib, askarni o'ng tomoni, chap tomoni, o'rta qanot hammasini payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tartiblab odamlarni jang holatiga keltiradi. Mana shunday qilib dushman bilan yo'liqamiz deb aytadi. Dushman ham u yerga kirib keladi. Ular endi juda ham g'urur bilan, juda ham o'zidan ketgan kibr bilan kirib kelishadi. Ya'ni
Ularning ko'zida Madinadan chiqqan sahobalar go'yoki ularni e'tiborida bir yalangoyoq bo'lgan, bir xor hokisor bo'lgan odamlar edi. Chunki aytib o'tganimizdek, ular bir muddat oldin ular bilan xohlagan ishni qilishardi. Xohlaganni o'ldirib, xohlaganni qiynab azoblashardi. Endi o'shanday bo'lib turgan odamlar bu makkaliklarga qarshi qurol ko'tarib jangga hozir bo'lib turganligini makkaliklar o'ziga sig'dirisha olmasdi. Qanday qilib bular bunday hokisor xor bo'lgan odamlar bizga qarshi qurol ko'tarsa bularni yanchib tashlaymiz, majag'lab tashlaymiz degan gaplarni o'zaro gapirishardi. Bu Ramazon oyida edi, aytib o'tganimizdek 17-Ramazonni oqshomi paytida u zot Alloh taologa qattiq duo qiladilar. Alloh taologa duo qilib so'raydi, Parvardigori olam, agar bu jamoa halok bo'ladigan bo'lsa, sen bundan keyin ibodat qilinmay qolishing mumkin. Shundan bizga o'zing nusratingni ato etgin deb u zot yolvorib, yig'lab qattiq duo qilardilar. Hattoki Abu Bakr radhiyallohu anhu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning oldida turgan bo'ladi, aytadilarki: "Ey Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, o'zingizni bunchalik koyitib yubormang. Robbingiz albatta sizga ijobat qiladi, nusratini ato etadi. O'zingizga yengillik bering" deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga aytadilar. Alloh taolo o'zi aslida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam boshliq bo'lgan o'sha sahobalarni uylaridan o'shanday bo'lgan holatda olib chiqqanligi karvon uchungina emas, balki ularni o'zi aslida mushriklar bilan jangga kirish uchun olib chiqqan edi. Alloh taolo musulmonlar ayni mana shu joyda mushriklar bilan birga jang qilishligini istagan edi. Buni bir qancha sabablari bor. Birinchidan e'tibor qiladigan bo'lsak, musulmonlar juda ham e'tiborsiz bo'lgan xalq bo'lib qolgan edi. Ya'ni Madinaliklarga birov nazar pisand qilmasdi. Bo'lib ham aytib o'tganimizdek, Makkadan u joyga quvg'in bo'lib kelgan musulmonlar bo'ladigan bo'lsa, bular bilan makkaliklar xohlagan ishni qilar edi. Go'yoki juda ham bularni arzimas odamlar deb his qilardi. Endi Alloh taolo ularni kuch-quvvatga to'lgan, mustahkam qadamni qo'ygan bir islomiy davlat sifatida ko'rsatib qo'yishlikni Alloh taolo iroda qildi. Hamda sahobalarni qalbidan mushriklarga nisbatan qo'rquvni ketkazish. Ya'ni Madinalik sahobalar bilan atrofdagilar ham hisob kitobini oladigan holatga keltirib qo'yishlik. Mana shuni bir qancha narsalarni Alloh taolo musulmonlar bilan iroda qilgan edi. Albatta Alloh taoloning hikmati juda ham keng, musulmonlarga juda ham ko'plab minnat marhamatlar qilgan. Ayni mana shu jangning o'zida ham Alloh taolo musulmonlarga juda ham ko'plab ne'matlarni beradi. Go'yoki agar biz Anfal surasiga nazar qiladigan bo'lsak, Anfal surasida mana shu Badr jangi haqida aytib o'tilgan oyatlarni biroz tafakkur bilan o'qiydigan bo'lsak, shu narsalarga amin bo'lamizki, ularni Alloh taolo yo'q chiqdi. Alloh taolo ularga ko'plab imkoniyatlarni berdi. Ko'plab yordamlarni berdi. Oxir-oqibat hattoki ularga g'alabani ham berdi. Mushriklarning qalblariga qo'rquvni solib qo'ydi. Farishtalarni tushirdi musulmonlar bilan birga jang qilishlik uchun. Oxir-oqibat musulmonlar bu jangda g'alaba ham qozondi. Mushriklardan 70 tasini o'ldirdi. 70 tasini asir oldi. Qolganlar esa tumtariqay bo'lib qochdi. O'ylab ko'raylik, bunday g'alaba shahvati bilan kelgan, g'ururlanib kibrga burkangan holatda kelgan makkaliklarni kattalari islomga qarshi turgan o'sha makkalik zo'ravonlar deymizmi, bularning hammasi o'sha jangda halok bo'lib ketdi. Qolganlar esa o'sha Makkaga qarab qochib ketdi. Demak, bu musulmonlar uchun haqiqatan juda ham katta g'alaba edi. O'zi aslida olib ko'radigan bo'lsak, bir tomonda musulmonlar tomonida bir 300 dan ortiqroq, 315 ga yaqin odam ishtirok etgan. Mushriklar tomonidan esa 1000 ta atrofdagi mushrik ishtirok etgan. Shunchaki e'tibor atrofdagi yoki o'sha paytdagi janglar e'tibor bilan qaraydigan bo'lsak, bitta qabila, uni bir 300 tacha odam bo'lsa, bittasini 1000 tacha odam bo'lsa kelib urushibdi-da bular, bittaning ozchilik bo'lgan odamlar yutishibdi. Bo'ldi, endi shu ekanda deydigan holat o'zi aslida. O'sha paytda atrofdagi bo'ladigan urushlarni qaraydigan bo'lsak, lekin Alloh taolo bunga boshqacha e'tibor bilan qaradi. Aytib o'tganimizdek, bu musulmonlarni mustahkam qadam tashlashini ilk qadami bo'ldi. O'sha musulmonlar g'alabaga erishgandan keyin islomiy davlatni e'lon qilishdi. Ayni mana shu jang, ya'ni Badr jangi musulmonlarni keyinchalik
Fors bilan Rim imperiyasini Forsda to'liq suratda qulatishga, Rim imperiyasi esa ancha joylarini musulmonlar qo'lga kiritishiga muqaddima bo'ldi. Sababi o'sha Fors imperiyasiga qarshi kurashgan janglardagi qo'mondonlar, xuddi shuningdek Rumga qarshi kurashgan askarlar asosiy kuchli bo'lganlari ayni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birgalikda mana shu Badr jangida ishtirok etgandi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularni amaliy bo'lgan suratda ana shunday katta janglar uchun tarbiyalayotgan edi. Demak, musulmonlarga Alloh taolo mana shu birinchi jangdagi g'alabani juda ham bir katta bir xursandchilik qilib berdi. Ertasiga ertalab mana jang bo'ladi. Bu Ramazon oyining 17-kuni bo'ladi. Bu jang mushriklarning odatiga ko'ra yakkama-yakka olishuv bilan boshlanadi. Ulardan mushriklardan Utbat ibn Robi'a, Shaybat ibn Robi'a, Utbaning o'g'li Valid degan o'g'li chiqib musulmonlarni talab qilishadi, bizga chiqsin, kuchli bo'lganlari deydi. Ulardan Hamza, Ali radhiyallohu anhu, keyin Ubaydat ibn Haris degan, ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning yaqinlaridan birisi chiqadi. Bular uchalasi ustidan g'olib bo'ladi. Uchala mushrik o'ladi. Ubaydat ibn Haris yaralanadi, lekin u kishi u joyda emas, yo'lda u kishi ham vafot etadi. Lekin musulmonlarda bu yakkama-yakka olishuvda bo'lgan g'alabasi sahobalarni juda ham shijoatlantirib yuboradi. Ana o'shandan keyin jangga kiriladi. Jangda musulmonlarning qo'li baland keladi. Sababi aytib o'tganimizdek, bu Alloh taoloning alohida e'tiboridagi bo'lgan jang bo'lgan. Alloh taolo juda ham ko'plab yordam bergan. Shuni e'tibor qilib ko'radigan bo'lsak, birinchi o'sha qavm payg'ambar sollallohu alayhi vasallam borgan paytda ular suvga egalik qilishadi. Mushriklar esa suv tomoni qolmaydi. Undan keyin Alloh taolo yomg'ir yog'dirib beradi. Bu musulmonlarning oyoqlari uchun sobit qadamlikni qilsa, mushriklar tomonini botqoqqa aylantirib qo'yadi. Yana undan tashqari Alloh taolo musulmonlarga uyquni beradi. O'zi aslida jangga tayyorgarlik ko'rayotgan, o'z bo'lib ham ozchilik bo'lib, qurollari yupi yengil bo'lib, katta asosan urushga kelgan qavm bilan to'qnashadigan qavm o'zi aslida ko'zga uyqu kelmaydi. Qattiq jang bo'lishligini oqshomida odamlar aslida uxlay olmaydi. Lekin Alloh taolo hammaga uyquni berib qo'yadi. Chunki uyqu ular uchun zarur edi. Quvvatlanishlik uchun ham, kuchayishlik uchun ham uyqu zarur edi. Alloh taolo ularga alohida aytib o'tadi. Alloh taolo ularga uyquni berib qo'yganligi. Faqatgina payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kechasi bilan duo qilib chiqadilar. Aytib o'tganimizdek, u kishi Alloh taologa qattiq so'rab duo qiladi. Yana undan tashqari Alloh taolo farishtalarni yuborib, u jangda farishtalar ham ishtirok etadi. Shu bilan birgalikda mu'minlarni qalblarini sobit qadam ham qiladi. Ya'ni jangda inson xotirjam bo'lishi, qo'rquvni yo'qolishi katta ne'mat. Mana shu narsani Alloh taolo mu'minlar uchun qilib beradi. O'zi aslida jangda mu'minlar ishtirok etadi. Alloh taolo ularsiz ham g'alaba berib qo'yishga qodir edi, lekin ayni musulmonlarning o'zi ishtirokida bo'lishligini Alloh taolo istaydi. Ana o'shandan keyin musulmonlar jangga kirib g'alaba qilishadi. Yosh sahobalar bo'ladi, Muaviz degan, Amr ibn Jamuh degan odamning ikkita o'g'illari. Bular Abu Jahlni o'ldirishadi. Ya'ni Bilal roziyallohu anhu ibn Xalafni o'ldiradi. Boshqa-boshqalar, demak, mushriklarning kattalari hammasi vafot etib ketadi shu joyda. Musulmonlar qo'lda jon beradi. Alloh taolo musulmonlarga bir kundalik g'alabani beradi. Bir kun ishtirok etib, bir kun davom etgan jang xolos bu. Aytib o'tganimizdek, bu tomondan 315 ta, bu tomondan 1000 ta odam, lekin kichkinagina bir jangga o'xshaydi, lekin bu haq bilan nohaqning o'rtasidagi bo'lgan jang edi. Musulmon tomoni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birgalikda eng afzal bo'lgan, eng saralangan iymonli bo'lgan kimsalar edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shu sahobalar ichidan bo'lib Abu Bakr, Umar boshqa eng saralangan kimsalar bilan ularning muqobilida eng rasvo darajaga tushgan kufr egalari edi. Bu o'sha Abu Jahl bo'lsin, Umay ibn Xalaf bo'lsin, o'sha kufrda ham eng tuban darajasiga tushgan odamlarning ustidan iymonda eng yuqoriga darajaga chiqqan kimsalar jang qilib, bular jangda g'alaba qiladi. Demak, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan birga bo'lgan sahobalarda g'alaba qilish sabablari muhayyo bo'ladi.
shundan ular g'alaba qiladi. Hattoki Alloh taolo ularga yordam berganida aytib o'tadiki, "Va ma romayta iz romayta valakinalloha roma." Ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam urush boshlangan paytida yerdan tuproqni oladida mushriklar tomoniga qarab sochadilar. Sochganda uni Alloh taolo ularni ko'zlariga olib borib tiqadi. Ko'zlariga shunday o'sha yer parchalari kirib ketadi ularni. Bu narsa o'shalarni shahatil vujuh deydi, ya'ni yuzlar qurusin, halok bo'lsin deb turib o'tadi. Haqiqatdan ular shu bilan mag'lub ham bo'ladi. Alloh taolo aytib o'tganimizdek juda ham ko'plab musulmonlarga ayni mana shu jangda katta yordam beradi hamda Badrda ishtirok etgan sahobalar eng afzal sahobalarni qatoridan bu joy egallaydi. Hamda Alloh taolo ularga keyinchalik ham fazilatini bayon qilib, ey Badr ahli, sizlar xohlagan ishlaringizni qilaveringlar, Alloh taolo sizlarni gunohlaringizni kechirib qo'ygan deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga Badr ashablari haqida ham Alloh taolo aytib o'tadi. Badr jangida sof iymon kufr ustidan to'liq suratda g'alaba qiladi. Shuning uchun Alloh taolo buni Yawmal Furqon degan, ya'ni haq nohaq ajralgan, haq bir tomonda aniq haq, aniq bir tomonda botil tomon, shu ikkalasi ajralib, demak haq botil ustidan g'alaba qilgan birinchi qadam bo'lgan. Ana undan keyin Alloh taolo musulmonlarni juda ham ko'plab janglarda g'alabaga erishishiga Alloh taolo o'zi muvaffaq qiladi. Mayli, Alloh taolo gunohlarimizni mag'firat qilsin, xato kamchiliklarimizni o'zi kechirsin. Subhanakallohumma va bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka va natubu ilayk. Allohumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma.